eng halol kasblarning biri ustachilik bilan shug'ullanishlik, ziroat qilishlik. Buna keyingisini moshiya deydi arab tilida, chorvachilik bilan shug'ullanishlik. Mana shular kasb hunarlarning eng halollaridan. Farzandiga taom olib kelib berayotgan vaqtda hijolat bo'lmasdan beradigan kasblardan. Rossiyada ishlayotgan odamlar bu yerdan ahli oilasiga to'y qilish uchun, ya'ni uy qurish uchun eng halol kasblarning biri ustachilik bilan shug'ullanishlik, ziroat qilishlik. Buna keyingisini moshiya deydi arab tilida, chorvachilik bilan shug'ullanishlik. Mana shular kasb hunarlarning eng halollaridan. Farzandiga taom olib kelib berayotgan vaqtda hijolat bo'lmasdan beradigan kasblardan. Rossiyada ishlayotgan odamlar bu yerdan ahli oilasiga to'y qilish uchun, ya'ni uy qurish uchun